Buni mazasini faqat yeb ko'rgan biladi. Haqiqiy qo'rma lag'mon retsepti bilan keldim. Lahm go'shtimizni olib, ingichka yupqaroq qilib, pare-pare qilib to'g'raymiz. Qizib turgan qozonga yog'imizni solamiz va pare qilib to'g'ralgan go'shtlarimizni qovurishni boshlaymiz. Seldir shoxlaridan to'g'rab olamiz va yoniga albatta chesnak. Bularni qovurilib turgan go'shtimiz ustidan solib, yaxshilab aralashtirib, ustiga ozgina suv solib, dimlashga olib qo'yamiz. Go'shtimiz dimlanib pishguncha piyozimizni to'g'raymiz. Xuddi shunaqa qilib pare qilib videoda ko'rsatilgandek qilib basay karami va oq turibni ham to'g'rab olamiz. Yana ham mazali bo'lishi uchun 3 xil svetofor bolgarskiylardan foydalandim. Bularni ham xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'raymiz. Go'shtimiz ustidan kashnic urug'i, tuz va paprikalarni solib yaxshilab qovurib, 1 qoshiq tomatni solamiz va ketidan piyoz, basay, oq turib hammasini ketma-ketlikda solib qovurishni boshlaymiz. Oxirida bolgarskiylarimizni solib, ustidan seldirimizni barglarini to'g'rab solib, ozgina qovurilgandan keyin sayimiz ham tayyor. Qo'rma lag'monning eng kulminatsion joyi. Qozonga yog' solamiz, 2 qoshiq tomatni solib, yaxshilab qizdirib, lag'monni xamirlarini ketma-ket solib, xuddi shunaqa qilib qizartirib, qovurib olamiz. Shunaqa mazali bo'ladi. Tayyor xamirimizga sayimizni solib, bitta qilib aralashtirib olamiz. Qarabsizki, bir zumda ovqatimiz tayyor. Shunaqa ham mazali bo'ladi. Yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Flavisni noktamligini ichib ko'rganmiz. Shunaqa ham menga yoqdi. Xuddi yoshligimizdagi ta'm.